Siz hali ham ayolim uyda o'tiradi, hech qayerda ishlamaydi, uyda nima ham ish qilardi degan fikrdamisiz? Bu videoni oxirigacha ko'ring, o'z talqilimda tushuntirib beraman. Men uy bekasiman, lekin bir qancha kasblar bilan shug'ullanaman. Masalan, oshpazman, oila a'zolarim uchun shirin taomlar pishirib beraman. Men enagaman, farzandlarim uchun mas'ulman. Ertalabdan kechgacha birgamiz. Men farroshman, uydagi tozalik ishlarini o'z zimmamga topshirganman. Men pediatr, vaqti kelsa lord doktoriman. Oila a'zolarim sog'liqlaridan shikoyat qilishsa, albatta birinchi yordam ko'rsataman. Men salonchiman. Oyijon haqqatur boraman desalar, sochlari bilan makiyajlarni o'zim qilib qo'yaman. Men blogerman. O'z qiziqishlarimni ham hurmat qilaman. Men qorovulman. Shu uyimizni ertalabdan kechgacha qo'riqlayman. Gapiraman desam, kasb turlari ham tugamayapti. Agar ayolingiz davlat ishida ishlamasa, bu degani uyda ham ish qilmaydi degani emas. Ayol kishi uyda shuncha kasb egalarining vazifasini bajaradi. Agar ayol kishi shu ishlarni qilmaganida, albatta shu kasb egalariga pul to'lagan bo'lardingiz. Shuncha ishlarni qilishga qilib, endi dam olaman deb telefonini qo'liga olsa, sizga bekorchi bo'lib ko'rinadi. Mayli, ayollar uchun ko'p narsa kerak emas. Eng keraklisi sizni vaqtingiz va shirin so'zingiz. Xo'sh, shuncha gapdan keyin ham siz ayollar ishlamaydi degan fikrdamisiz? O'sinjonlar-yu, yana qaysi kasb egalari esimdan chiqibdi? Yozib ketinglar. Ha, aytgancha etish esimdan chiqibdi. Men uy bekasiman, Bavia chichitlardan foydalanaman. Bavia chichitlari hamma uyda bo'lishi shart. Hamma ayol foydalanishi shart. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ekran ustiga 2 marta bosib keting. Sahifamga obuna bo'ling, foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman.